Ayol zotini bitta narsa esidan chiqmas ekan. Eng qattiq yig'laydigan payt qaysi payt bilasizmi? Sizlar aytishingiz mumkin, otasi o'lganda, bolasi o'lganda. Yo'q. Butun vujudi bilan yig'laydigan payt eri bilan ajrashganda yig'lar ekan ayol. Hatto o'lishga ham rozi bo'lib yig'lar ekan. Ayolning bir yig'lashi o'sha paytda malaklar chirqirab turar ekan. Bu gapim aytishimdan maqsad hech qachon birovni juftiga ko'zingizni olaytirmang. Vaqtinchalik yurishingiz mumkin. Hamma narsa qaytar dunyodir. To'g'ri, hamma bir xil emasdir. Lekin ba'zi bir insonlar borki, uni aynitishga harakat qiladi, yo'ldan urishga harakat qiladi, yoshlik qiladi ko'p inson, ajrashib ketadi. Keyin kech bo'ladi-ku, foydasi yo'q. Shuning uchun bu gapimni aytishimdan maqsad ayol zotini hech qachon yig'latmaysizlar. Chunki alamidan yozadi bir xillar, kuyganidan yozadi. Chunki uni dardini men bilmayman-ku. To'g'ri, menga negativ yozayotganlar bo'lishi mumkin. Bu gapdan keyin ko'p insonlar menga haqida yozganda adilla yozibdi. Siz bilmaysiz ayol zotining dardini. To'g'ri, bilmayman. Boshida nima o'tyapti, nima kunlar o'tyapti, nima bo'lyapti. Lekin ayol zoti dardini ayta olmas ekan. Shuning uchun yana bir marta nazar tashlab qo'yaylik. O'zimizning qo'limizda ayollarni eplab olish. O'zimizning qo'limizda ayollarni yo'lga solish. O'zimiz to'g'ri yo'lda yursak, xiyonat qilmasak, bir og'iz gapimiz bilan ayol qulog'i bilan sevadi deydi. Bir og'iz gapimiz bilan hamma narsa aytadi-ku. Yaxshi dil bilan ilon inidan chiqar deydi. Shuning uchun ayolga boyligingiz, boshqa narsangiz kerak yo'q. Bir xil aytadi, boylik bo'lmasa yasholmayman deydi-yu. Chunki ular alamidan, kuyganidan aytadi. Chunki bu qiyinchilikda yashab charchagan. Biroq shirin so'z yetadi. Omadlaringiz bersin.